Yur. Bu tomonga qarab yurgin, oldiga qarab to'xta. Ha. O'tirchi yerga mana. O'tiramiz. O'tir. Shunda og'riq bormi? Bor. Tur endi. Yonbachasi turganda o'tir. O'tir. Tur o'rningda. Og'riq mana shu yetingda bo'lyapti, mana shu yeringda. Ha, bu bolada o'sgutda shillatera kasalligi o'tirib oladi. O'sgutda shillatera o'smir bolalarda uchraydi katta boldir suyagini oldingi g'atir budirligini osteoxondropatiyasi deyiladi. Son suyagini muskuli kelib turib, tizza ko'zi suyagiga yopishadi. Tizza ko'zi suyagidan mana katta boldir suyagini oldingi g'atir budirligiga yopishgan joydan bitta ko'chib qolgan mana. Ko'ryapsizmi? Ishib qolgan. Mana o'sgutda shillatera degan kasallik. Ko'proq sportsmen bolalarda 14-18 yoshli bolalarda uchrab turadigan kasallik. Bu bolada fragmentatsiya berib qolgan. Fragmentatsiya degani shu yerga yopishgan joydan ko'chib qolgan. Shuning uchun mana tegizmayapti, kuchli og'riq. Chap tomonida unaqa fragmentatsiya yo'q. Shuning uchun juda qattiq og'riq yo'q. O'ng tomonida o'sha fragmentatsiya tegizmayapti mana. Tushundingizmi? Bu o'sma emas. Hozir rentgenni sizlarga ko'rsatib o'tib ketaman. O'skutda shillatera kasalligi. Qilingan ishimiz shu o'ng tomon o'sha o'ng mana shu o'skutda shillatera joyda oldingi katta boldir suyagini oldingi g'atir burdirligini autokost yordamida o'zini suyagi yordamida qoqiladi o'ziga, suyag yoptirib o'ziga qoqiladi. Ana o'shanda yaxshi bo'ladi. Tushundingmi? Necha yil bo'ldi boshlanganiga? 1-2 yil bo'ldi. 1-2 yildan beri. Futbolga boryapsanmi? Futbolga boryapsan. Shu futbolda kuchaytirib olgansanda buni. Keyin davay.